O'ylab ko'rdim. O'ylab ko'rdim uni ham. Gandon chiqarsang yaxshi biznes. Aka, normal biznes bo'ladi. Yaxshi biznes bilaman, o'ylab ko'rdim uni gandon chiqarishni. Faqat hali nima? Utashlik qilmadim-da, nech pul turadi u narsa. Lekin xadovoy ketadi, libo joyga ketadi. Arzon beravering aka. Bir donasidan 5 yuani ham qolsa ham bo'laveradi aka, uravering. O'shani o'ylab ko'rdim. Seryo qiyin keladi-da u uchun biladi. Rezinka seryo juda ham qiyin keladi, uni ishlab chiqarish juda qiyin. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bormi yo'qmi bilmayman. Uni ham yo'li bor, yiba. Eski gandonlar yig'amanmi? Musiqa nima ko'p gandonlar ko'p. Jalabxonalar bo'lsang, dahoy gandonlar beradi. Ishlatilgan bo'lsa ham poxu olib kelib uraverasan, suvga bitta botirib olsang, yuviladi, tamom. Ketdi bosaverasan.